Agar onangiz 50 yoshdan oshgan bo'lsalar, bu 5 ta mahsulotni tayyorlab berish orqali ularni 10 yoshga yoshartirasiz. 5-inchisi eng zo'ri go'zallari. Birinchisi qora mayiz. Menopauzadan keyin ayollarda temir tanqisligi ko'p uchraydi. 5 ta mayizni kechasi suvga solib qo'ying va ertalab onangizga bering. Bu kichkina odat, lekin katta foyda beradi. Ikkinchisi chiya urug'i. Miyani yoqilg'i bilan ta'minlaydi. 1 stakan suvga 1 osh qoshiq chiya solib kechasi qoldiring. Ertalab ichilganda xotira va diqqat ancha yaxshilanadi. Uchinchisi zig'ir urug'i. Gormonal balansni qo'llab-quvvatlaydi, yurakni himoya qiladi. Uni maydalab qatiqqa yoki ovqatga qo'shish kerak bo'ladi. To'rtinchisi qovoq urug'i. Stressni kamaytiradi, uyquni tinch qiladi, bo'g'im og'rig'ini yengillashtiradi. 5-inchisi kunjut. 40 yoshdan so'ng suyaklar zaiflashadi, kunjutdagi kalsiy esa suyaklarni mustahkamlaydi. Onangizning sog'ligi uchun bu videoni saqlab qo'ying va albatta amal qiling.